Mani 4 million prosmotrilgan mana shu videoyimni ko'pchilik qila olmadingiz, sekinroq qilib o'rgating deyishgan. Hozir detalniy qilib ko'rsatib beraman. Juda ham ko'p prikolniy kommentariyalar kelgan. O'zim so'yib qo'yaman u bilan bo'ynim kesilib ketadi-yu degan kommentariyalar kelgan. Bo'yin kesvormaydi, sekin astalik bilan qilinadi. O'zingiz so'yib qo'yadigan darajada qilinmaydi. Mo'ylov deganda ana erkaklarga chiqadigan qop-qora mo'ylovlar haqida gap ketmagan bu yerda. Siyrak, nozik tukchalar haqida gap ketgan. Xo'p, yaxshilab qaranglar. Ip, oddiy ip, g'alti, unaqa nechili ip deydi, bilmayman nechiligini, xullas ipni olib, qo'lingiz uzunligi bor-ku, bitta qo'lingiz uzunligiga qarab o'lchab kesib olasiz. Sochimni yig'ishtirib oldim yaxshiroq ko'rinish uchun. Chap bo'yningizdan o'tkazganingizdan keyin ipni, chap qo'lingizdagi ipni o'ng qo'lingizdagi ip ustidan o'tkazasiz. Menda chap ko'rinayotgan bo'lsa, demaslarda ham chap ko'rinyapti, chunki oldi kamerada olyapman. Xullas, shunaqa kres holatiga keltirib olganingizdan keyin o'ng tomondagi ipni o'rtasidan 3 marta o'tkazamiz, aylantiramiz mana. 1 2 mana 3-chi. Prosta orasidan 3 marta o'tkazamiz xolos. Keyin shunday tortamiz. Shu holatga keltirib bir u yoqqa, bir bu yoqqa, bir u yoqqa, bir bu yoqqa. Mana. Kesaveradigan darajada unaqa tortish shart emas, shunchaki nomiga bir yoqqa, bir bu yoqqa. Hech balo bo'lmaydi. Kecha izi qolishi mumkin, 1-2 minutdan keyin o'tib ketadi. Mana. Omonat holi ushlab qilsanglar bo'ldi. Qattiq tortib, bunaqasiga qilish shart emas, prosta omonat. Bo'ldi. O'z mo'ylovim yo'q edi-yu. Bu safar tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana ham foydali videolar uchun podpiska bosib qo'yinglar. Bye bye.